Kuchsiz rahbar kuchli odamdan qo'rqadi. Kuchli rahbar bo'lsa, o'zidan kuchli odamni o'stiradi. Yirik kompaniyalarda tajribamda har doim ikki turdagi rahbarni ko'rganman. Birinchisi atrofida faqat bo'ysunuvchilarni yig'adiganlar. Ikkinchisi o'zidan ham kuchli odamlarni topib o'stiradiganlar. Haqiqiy lider bitta narsani tushungan bo'ladi. Jamoaning kuchi rahbardan yuqori bo'lishi kerak. Chin rahbar yonidagilarni qisqartirmaydi, balki o'stiradi. Natijani bo'lishadi, yutug'ini jamoasiga yozadi. Rahbarlik ustunlik emas. Rahbarlik bu boshqalarni yuksaltirish va natijaga erishish xizmati. Va siz odamlarni o'stirgan bo'lsangiz, sizning merosingiz ular orqali yashaydi. Sizni o'stirgan rahbaringiz kim edi?